O'tgan safar mendan qochib qutulgandi. Bu safar qochib qutula olmaydi. Do'stlar, men bu videoni Qorbobo bizning qishlog'imizga kelishidan oldin olgandim. Men tirik qolamanmi, yo'qmi, albatta oxirida bilib olasiz. Bu yaramas Qorbobo meni izlashga allaqachon yo'lga tushgan. Ha bolalar, men uni topaman va men uni o'zimni qopimning ichiga solib olib ketaman. Ko'rdinglar, bu yaramas Qorbobo bizani nimadir qilmoqchi xullas. Palakat, yana shu g'alamiz 138 paydo bo'ldi. Bu la'nati skeletlar ham juda ko'payib ketgandan otib ham bo'lmayapti. O'ylab kelishni qali, what the fuck, men bunga nima qildim o'zi? Hozir o'ldirib qo'yadi. O'ldirdi. La'nati. Qorboboni yollanma qotilimi deb bilmayman bu la'nati. Va portlab ketdi, o'lib ketdi-ku anu ham. Valala, o la'nati, yana shumi, yana shu zombimi? Yo'qol. O'tgan qismda ham shu la'nati kichkina zombi paydo bo'lganda, otasi ham kelibdi endi. Bundoq qarasam, qishloqda bu ikkili pishib qolgan ekan. Yaxshisi bilan o'zimizni uyimizga olib ketamiz. Tabriklar, bu videoyimizadagi 139-g'alamiz. Qanchadan beri otimizni minmamiz. Kelinglar uni yaxshi aylantirib kelamiz. Yo'da Santa, bu yoqqa chiq. Ertalab kunduz kuni ham urushaylik. What the fuck? Suvli joyga kelib qoldik-ku. Voy, ot. Mayli, mana bu yerda nimadir bor ekan. Bu qarab ko'ringlar, o'tda nima joylashgan o'zi? Otimiz nimaga tashqariga chiqmayapti? Otim qattasan. Voy, joni ketyapti bechorani. Qani, voy pastga tiqilib qopti. Yo, yordam bera olmayman deb o'ylayman. Ketdik otim, ketdi. O'lma. Voy, otim o'lib qoldi. Ha mayli, ot topiladigan narsa. Bu yerda nima bor ekan? Yo'q, bu yerda bu kitob bor ekan va bu yerda bizga juda ham kerak narsalar bor ekan. 1 2 3 ketdi. Bizning ot bilan o'yinimiz boshlandi. Ana endi otni o'rgatib olish o'yinini boshladik. La'nati ot, tezroq o'rgan. Hozir yutqizib qo'yaman. Tezroq o'rgan. Uje 3-marta o'tirishim, 5 marta o'tirsam, o'rganmasa yutqizamanmi? Voy la'nati, uje 3-marta o'tirishim, buloqqa o'rgan tez. Uje 4-marta o'tirishim, tezlash. La'nati. Bo'ldimi? O'rgandingmi? Voy la'nati. Va nihoyat. Yo xudo, buni o'rgatib olish juda ham qiyin bo'ldi. Va nihoyat o'rgatdim. Va nihoyat bizda ikkinchi otimiz bor. Endi ikkinchi emas, uni ikkinchi bo'lgan otimiz bor. Voy, endi temir qidib chiqmasam bo'lmaydi, o'lib ketyapmiz kundan kunga. Bu mushuchani qaranglar, bechora pastda qolib ketibdi. Shu mushucha uchun ham like bosib qo'yinglar videoga. Va do'stlar, biz full temirli branyani yasab oldik. Let's go. Va men juda ham g'orda qolib ketib 2 dona temir topib chiqdim va ana endi biz o'zimizni archamizni yasasak bo'ladi. Va endi biz daraxt qidirishimiz kerak. Ana endi daraxt qidirishga yo'lga tushdik va ancha-muncha aylanganimizdan keyin qishloq atrofida daraxt topdik. Va endi uni ustida turgan barglarni qaychimiz orqali hammasini yig'ib olamiz va o'zimiz bilan olib ketamiz. Nimaga desanglar, chunki archaga juda ham ko'p barg kerak bo'ladi. Shuning uchun bizga ham juda ham ko'p barg kerak. Va biz endi daraxtimizni qurishni boshlaymiz. Ya'ni archamizni. Bu archani qurgungacha ham odam cho'zilib, ezilib ketdi lekin har qanaqasigacha qurib ko'rdim. Bunaqa qurdim, xullas umuman yemadi. Juda ham ko'p harakat qildim. Tepalarigacha olib chiqdim, uzun qilib ko'rdim, kalta qilib ko'rdim va kichkina bo'lib qoldi. Bizib tashladim, boshidan qurdim, xullas ezilib ketdi odam. Hali biz buni qurib bo'lmasdan shunchalik qiynalamiz. Buni bezatishga kelsak-chi, unga hali rang-barang narsa topish kerak. Undan tashqari bundoq yonib turadigan narsalardan topish kerak. Ularni qanaqa topamiz? Va lekin to'g'risini aytsam, menga bunchalik qiyin bo'lmadi deyolmayman-u, lekin qurishdan ancha-muncha qiynaldim, ammo bezatish oson bo'ldi. Va archamizni tayyor holatini sizlar 1 2 3 sekunddan keyin tayyor ko'rasizlar. Mana oxiri archamizni tayyor holatini ko'rishinglar mumkin va buni men qurishda juda ham qiynalib ketdim. Agar like qarisa, albatta like bosib qo'yinglar. Va menga juda ham ko'p chiroqlar, ya'ni lanternlar kerak bo'lganligiga men qishloqga yo'lga tushib ketdim va endi ularni terib chiqamiz. Qishloq aholisiga bunaqa lanternlar nima keragi bor ekan, yo tavba. Va ko'rishinglar mumkinki, va nihoyat biz uyga kelib oldik va ovqatlanib olamiz endi. Va narsalarimiz buzilib ketganning hisobiga boshqa narsalar ham yasab oldik. Ya'ni osonroq bo'lishi uchun va kirka va bitta bolta ham yasab ola qoldim o'zim uchun. Bu safar bizani nimagadir Qorbobo topolmadi. Bu yaxshi, chunki biz ancha-muncha juda ham zo'r joyga kelib olgan edik. Menimcha do'stlar, archamiz juda ham ajoyib chiqdi. Bunga nima bor ekan? Yo palakati. Asab o'lsenchi, namuncha joning qattiq. E'tibor bergan bo'lsanglar do'stlar, biz archani tagiga o'zimizning sovg'alarimizni ham joylashtirib qo'ydik va bu ajoyib vid beryapti do'stlar. Do'stlar, nima deysizlar? Keyingi qismda biz Qorboboga qopqon qo'yamizmi? Albatta fikrlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Keyin do'stlar, sizlardan bitta narsani so'ramanmi? Archaga necha baho berasizlar? 10 dan nechagachadir o'zingizlar baho beringlar. Qanaqa chiqibdi? Yaxshimi, yomonmi? Xullas endi fikringlarda. What the heck? Bunga nima bor ekan endi oldimda? What the fuck? Bu asab bizarra qaraylar oldimga olganda. Yo'q, hali o'le. Voy la'natlar.